Tushkunlikka, yomon gumonga tushmaslik kerak. Ayrim odamlar Alloh taoloning nusratidan, yordamidan noumid bo'ladi-da, tushkunlikka tushib qoladi. Astagfirullah. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allohu fid dunya val axirah. Kim gumon qilsa, Alloh menga dunyoda ham, oxiratda ham yordam bermaydi deb. Kim shunaqa deb gumon qilsa, adonnina billahi zanna saw alayhim dairatus saw. Alloh haqida yomon gumon qilguvchilar, ya'ni yordam bermaydi deb gumon qiluvchilar, ularning ustiga halokat balosi tushguvchidir. Ishonmayapsanmi nusratiga? Baloni kutaver banda. Baloni kutaver banda. Ba'zida Alloh taolo sinov qilib, musulmonlarga sinov imtihon qilib, dushmanlarini kuchli, quvvatli qilib qo'yadi. Shunda iymoni zaif kishilar Alloh bormi o'zida o'radi. Zulmni ko'rganda, adolatsizlikni ko'rganda